Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiya indeksatsiyasi, pensiya jamg'armasi hisob-kitoblari, ayrim pensionerlarga pul kam to'lanishi va keyin bu pullar qaytarib berilayotgan holatlar haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamlar uchun emas, yaqinlari pensioner bo'lgan farzandlar, nevaralar, hatto ertaga pensiyaga chiqadigan har bir fuqaro uchun ham juda muhim. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya nima? Qachon pensiya oshishi kerak? Qaysi holatlarda odamlar pulini to'liq ola olmay qoladi? Pensiya jamg'armasida qanday xatolar bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, o'z pulingizni qaytarib olish uchun nima qilish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borsa, ko'proq pensionerlar o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Oddiy qilib aytganda, davlat narxi oshishi inflyatsiya. Eng kam iste'mol xarajatlari va ijtimoiy himoya darajasini hisobga olib, pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Masalan, ilgari bir pensioner 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi 1 million 320 ming yoki 1 million 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu aniq foizga, pensiya turiga va hukumat qaroriga bog'liq. Oldin ko'pchilik pensionerlar shunday deb o'ylardi. Davlat pensiyani oshirdimi? Demak, hammaning pensiyasi avtomatik oshadi. Menga ham to'liq tushadi. Nazariy jihatdan shunday bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda hamma vaqt ham hisob-kitob toza va xatosiz ketmaydi. Ba'zida dastur noto'g'ri hisoblaydi, ba'zida pensionerning staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Ba'zida ish haqi ma'lumotlari bazaga tushmagan bo'ladi. Ba'zida esa pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlar eskicha tartibda qolib ketadi. Eng og'riqli joyi shuki, oddiy pensioner har oy kartasiga pul tushganini ko'radi. Lekin bu pul to'g'rimi yoki kammi, ko'pincha bilmaydi. Chunki unga to'liq hisob varaqasi berilmaydi. Indeksatsiya qanday qo'llangani alohida tushuntirilmaydi. Odam davlat qancha bersa shuncha ekan deb yuraveradi. Aslida esa ayrim holatlarda odam oyga 200 ming so'm kam olgan bo'lishi mumkin. Agar bu 12 oy davom etsa, yiliga 600 mingdan 2 million 400 ming so'mgacha farq chiqadi. Agar hatto 2-3 yil davom etsa, bu allaqachon juda katta pul. Men bu yerda shuni alohida aytaman. Gap faqat aldash degan hissiyotda emas. Huquqiy tomondan qarasak, ko'p holatlarda bu noto'g'ri hisob-kitob, bazadagi xato, hujjat yetishmasligi yoki arizaga javob bermaslik muammosi bo'lishi mumkin. Lekin pensioner nuqtai nazaridan natija bitta. Odam o'ziga tegishli pulni vaqtida olmaydi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z pensiyasini tekshirishi, savol berishi va kerak bo'lsa qayta hisob-kitob talab qilishi shart. Endi eng muhim savol. Kimlar o'z pensiyasi albatta tekshirib etirish kerak? Men birinchi navbatda bir necha toifani aytaman. Birinchi toifa. Pensiyaga ancha oldin, masalan 2 million, 2015 yoki undan ham oldin chiqqanlar. Chunki eski yillarda ma'lumotlar to'liq elektron bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuv bor, lekin bazada yo'q. Ish joyi tugatilgan arxivga o'tgan arxivdan ma'lumot olinmagan. Natijada staj kamroq hisoblangan. Staj kamroq bo'lsa, pensiya miqdori ham past bo'ladi. Masalan, bir ayol 3 yil ishlagan, mehnat daftarchasida hammasi bor, lekin pensiya tayinlanayotganda 4 yil staj hisobga olingan. Nega? Chunki 6 yil ishlagan korxona tugatilgan, arxiv ma'lumoti vaqtida kelmagan. Ayol buni bilmagan va 8 yil davomida kam pensiya olib yurgan. Keyin farzandi hujjatlarni ko'rib, qayta hisob-kitob so'ragan. Agar har oyda farq 1,1 ming so'm bo'lsa, bir yilga 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Bir necha yilga esa bundan ham ko'p chiqadi. Qonuniy tartibga hamma davrni qaytarish masalasi alohida ko'riladi. Lekin kamida murojaatdan keyingi davr uchun to'g'rilanishi mumkin. Ayrim xatolar aniq isbotlansa, oldingi davrlar bo'yicha ham qayta to'lov masalasi ko'tariladi. Ikkinchi toifa pensiyasi minimal miqdor atrofida bo'lganlar. Masalan, odam mening pensiyam eng kam pensiya miqdorida, demak hisoblashning ahamiyati yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ba'zida insonning haqiqiy staji va ish haqi hisobga olinsa, u minimal emas. Undan yuqoriroq pensiya olish kerak bo'ladi. Lekin hujjat kamligi sabab unga eng past daraja berilgan bo'ladi. Indeksatsiya esa minimal miqdorga qo'llanib keladi. Natijada odam har bir oshirilishdan past bazadan oshirilgan pensiyani oladi. Bu juda muhim. Agar boshlang'ich pensiya noto'g'ri bo'lsa, keyingi indeksatsiyalar ham noto'g'ri bazadan hisoblanadi. Uchinchi toifa. Ishlayotgan pensionerlar.
Ayrim odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettiradi. Bu holatda to'lov tartibi, qayta hisoblash, staj qo'shilishi kabi masalalar bor. Agar odam pensiyada bo'la turib, yana bir necha yil ishlagan bo'lsa, u mening keyingi ishlagan yillarim pensiyam ta'sir qiladimi degan savolni berish kerak. Har doim avtomatik qo'shilib ketadi deb o'ylash xavfli. Ba'zan ariza kerak bo'ladi. Ba'zan ish beruvchi ma'lumotni to'g'ri topshirmagan bo'ladi. 4-toifa nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham indeksatsiya bo'ladi. Lekin turiga qarab hisoblash farq qiladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha oila a'zolari soni, marhumning ish staji, oila tarkibi, bolalarning yoshi, o'qish kabi omillar ta'sir qiladi. Agar bola 18 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi yoki kam hisoblanadi. 5-toifa pensiyasi oxirgi oylarda o'zgargan, lekin sababi tushuntirilmaganlar. Agar sizning pensiyangiz bir oy 1.700.000 bo'lib, keyingi 1.760.000 tushsa yoki indeksatsiyadan keyin kutilgan darajada oshmasa, albatta savol bering. Balki shunday bo'lish kerakdir deb indamay yurish kerak emas. Har bir kamayish, ushlab qolish yoki oshmaslikning huquqiy sababi bo'lishi shart. Birinchi misol, otaxon 65 yoshda. 35 yil qurilish sohasida ishlagan. Pensiyasi 20.1,5 so'm. Indeksatsiyadan keyin u taxminan 20.600.000 atrofida kutilgan, lekin kartasiga 20.120.000 tushgan. Pensiya bo'limiga borganda hammasi dastur bo'yicha deyilgan. Lekin u yozma ariza berganidan keyin ma'lum bo'lgan. Uning 1993-yildan 1992-yilgacha bo'lgan ish staji bazaga noto'g'ri kiritilgan. Ish haqi ma'lumotlari ham o'rtacha ko'rsatkichda olingan. Qayta tekshiruvdan keyin pensiyasi 20.690.000 ga ko'tarilgan. Farq oyiga 1.6.000 so'm. Bu pul kichik ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun doğru darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat puli. Ikkinchi misol, onaxon bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Erining ish staji 28 yil bo'lgan, lekin hujjatda 21 yil hisoblangan. Sababi bitta korxona nomi o'zgargan. Ma'lumotlar bir xil shaxsga tegishli ekani tasdiqlanmagan. Farzandlari orqadan ma'lumot olib kelgandan keyin pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda muammo shunda, pensiya jamg'armasi ayrim ma'lumotlarni o'zi so'rashi mumkin. Lekin amalda odamning o'zi harakat qilmasa, jarayon cho'zilib ketadi. Uchinchi misol, ishlayotgan pensioner yana 4 yil ishlagan. U o'ylagan, men ishlayapman, soliq to'lanayapti, demak pensiyam avtomatik oshadi. Lekin qayta hisoblash bo'yicha ariza bermagan. Keyin bilsa, uning keyingi ish davri hisobga olinmagan. Ariza bilan murojaat qilgandan keyin pensiyasi qayta ko'rib chiqilgan. Mana shu sabab har bir ishlayotgan pensioner yiliga kamida bir marta o'z holatini tekshirtirishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji va ish haqi ma'lumotlari bo'yicha hisob-kitob varaqangizni olgan bo'lsangiz, indeksatsiyadan keyingi oshish hukumat qaroridagi foizga mos kelgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki bu sizning huquqingiz. Endi eng ko'p uchraydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq, pensiya oshdi degani hammaning puli bir xil foizga oshadi degani emas. Ba'zi to'lovlar bazaviy miqdorga bog'liq, ba'zilari ustama bilan keladi. Ba'zilarida kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lovlar alohida hisoblanadi. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi 200.000 ga oshib, sizniki 120.000 ga oshgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda xato degani emas. Lekin farqning sababi tushuntirilishi kerak. Ikkinchi tuzoq. Plastik kartaga tushgan summa umumiy pensiya bo'lmasligi mumkin. Ba'zida kredit ushlab qolinadi. Aliment, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pulni qaytarish, bank komissiyasi yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensioner faqat kartadagi tushumni ko'rib, pensiyam kamaydi deydi. Aslida hisoblangan pensiya boshqa, qo'lga tekkan pul boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz menga necha so'm pensiya hisoblandi, necha so'm ushlab qolindi, nima asosda ushlab qolindi degan savolni aniq bering. Uchinchi tuzoq, og'zaki javobga ishonib qolish. Pensiya bo'limida xodim sizga hammasi to'g'ri, dastur shunday chiqardi, sizga tegishli emas, kutib turing deyishi mumkin. Men har doim aytaman, og'zaki javob huquqiy kafolat emas. Siz yozma ariza bering, arizangiz ro'yxatdan o'tsin, kirim raqamini oling. Shunda mas'ul tashkilot sizga yozma javob berishga majbur bo'ladi. Yozma javob bo'lsa,
keyin yuqori tashkilotga, prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish osonlashadi. 4-nozik jihat arxiv hujjatlari. Ko'p pensionerlar sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida ishlagan, korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar boshqa joyga topshirilgan. Bunday holatda mehnat daftarchasining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa ish haqi miqdorini tasdiqlash kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Unda qaysi yillarda ishlaganingiz, lavozimingiz, oylik ish haqingiz yoki buyruq raqamlari ko'rsatilishi mumkin. 5-nozik jihat ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva, pasportda Abdullayeva yozilgan yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 2 mart, boshqasida 12 mart oddiy ko'rinadi, lekin baza buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgargani haqida hujjat. Sud qarori yoki FHDYO ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Bir harfdagi farq ham pensiya hisobida muammo tug'diradi. 6-nozik jihat ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi. Ba'zida aksincha, pensiya jamg'armasi sizga ortiqcha pul to'langan, endi ushlab qolamiz deyishi mumkin. Bunday vaziyatda ham odam indamay rozi bo'lib ketmasligi kerak. Ortiqcha to'lov nima sababdan bo'lgan? Pensioner aybdormi yoki tashkilot xatosimi? Qaysi davr uchun? Qancha miqdorda? Qaysi hujjat asosida ushlab qolinadi? Har oy qancha ushlab qolinadi? Bularning hammasi yozma ko'rsatilishi kerak. Agar xato tashkilot tomonidan bo'lgan bo'lsa, pensionerning ijtimoiy holati, qonuniy cheklovlar va sud amaliyoti alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat pulni qaytarib olish har doim avtomatik bo'lmaydi. Ayrim odamlar agar xato bo'lsa, o'zlari topib, o'zlari qaytaradi deb kutadi. Ha, ba'zi holatlarda ichki tekshiruvdan keyin pullar qaytarilishi mumkin. Lekin ko'p holatda fuqaroning arizasi, hujjati talabi bo'lmasa, masala joyidan siljimaydi. Shuning uchun faol bo'lish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangiz bo'yicha to'liq ma'lumot oling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, plastik karta rekvizitlari. Oxirgi oylardagi tushumlar haqida bank ma'lumotini olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan borishi mumkin. Ikkinchi qadam og'zaki emas, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, indeksatsiya, qo'llangan sanalar, hisoblashda inobatga olingan ish staji, ish haqi davrlari, qo'shimcha to'lovlar. Ushlanmalar va qayta hisob-kitob asoslari bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar pensiya miqdorida xatolik aniqlansa, qayta hisob-kitob qilib, kam to'langan summani qonuniy tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozing. 3-qadam, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Nusxasiga kirim raqami, sana qabul qilgan xodim imzosi yoki muhr qo'yilsin. Agar qabul qilishmasa, pochta orqali buyurtma xat bilan yuboring yoki elektron murojaat tizimlaridan foydalaning. Muhimi, sizda murojaat qilganingizni tasdiqlovchi dalil bo'lsin. 4-qadam, hisob-kitob varaqasini talab qiling. Sizga faqat pensiyangiz 50 million iltil etiming deyish yetarli emas. Siz quyidagilarni bilishingiz kerak. Umumiy ish staji necha yil hisoblangan, qaysi yillar ish haqi olingan, o'rtacha ish haqi qanday aniqlangan, indeksatsiya qaysi foizda qo'llangan, ustamalar bormi, ushlanmalar bormi, qaysi qaror yoki qonun asosida hisoblangan. Agar oddiy odam bo'lsangiz ham qo'rqmang. Bu savollarni berish sizning huquqingiz. 5-qadam. Hujjatlarni solishtiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylari pensiya hisobida ko'rsatilganmi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Harbiy xizmat, dekret davri, bolani parvarishlash davri, o'qish davri yoki boshqa qonuniy hisobga olinadigan davrlar mavjud bo'lsa, ular inobatga olinganmi? Bu masalalar bo'yicha qonunchilik yillar davomida o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. 6-qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar biror ish joyingiz hisobga olinmagan bo'lsa, o'sha korxonaning hujjatlari qayerda saqlanayotganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi. Korxona vorisi yoki yug'ori tashkilotdan ma'lumot so'rang. Arxiv ma'lumotnomasida ish davri, lavozim, buyruq raqami, ish haqi haqidagi ma'lumotlar bo'lsa, pensiya qayta hisobida katta yordam beradi. 7-qadam. Javob sizni qoniqtirmasa, yug'ori organlarga chiqing. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, undan keyin respublika darajasidagi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, prezident virtual qabulxonasi, adliya organlari.
prokuratura yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin har bir bosqichda hujjatlaringiz tartibli bo'lsin. Ariza nusxasi, javob xati, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, bank tushumlari, hisob kitob varaqasi. 8-qadam pul qaytarilsa, miqdorini tekshiring. Sizga kam to'langan pul qaytarildi deyishsa, qaysi davr uchun, necha oy uchun, qanday formula bilan hisoblanganini so'rang. Masalan, farq oyiga 1,2 ming so'm bo'lsa va 10 oy uchun qaytarilsa 1 million 200 ming so'm bo'lishi kerak. Agar aka 200 ming tushsa qolgan farq nimaga kamayganini so'rash kerak. Bu oddiy matematika. Lekin ko'p odamlar uyalgani yoki tushunmagani uchun tekshirmaydi. 9-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishni bilmaydi. Idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Bir pensionerning pensiyasini tekshirib berish unga oyga 100 ming yoki 200 ming so'm qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Bu esa uning hayot sifatini yaxshilaydi. Men yana bir muhim narsani aytaman. Hech qachon vositachi, tanish bilish, pul beraman, pensiyangizni oshirib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya qonun asosida qayta hisoblanadi. Agar hujjatingiz bor bo'lsa, rasmiy yo'l bilan talab qiling. Agar hujjatingiz yo'q bo'lsa, arxivdan oling. Noqonuniy yo'l izlash keyinchalik sizga ham, oilangizga ham muammo keltirishi mumkin. Xudosi shuki, pensiya indeksatsiyasi oddiy oshirish emas. U to'g'ri bazaga qo'llanishi kerak. Agar sizning stajingiz, ish haqingiz, ustamalaringiz yoki hujjatlaringiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, indeksatsiya ham noto'g'ri chiqadi. Natijada pensioner oy o'ziga tegishli pulni kam olishi mumkin. Eng katta xato esa indamay yurish, og'zaki javob bilan cheklanish va hujjat talab qilmaslikdir. Men sizga maslahatimni aniq aytdim. Pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Hisob kitob varaqasini oling. Staj va ish haqi ma'lumotlarini solishtiring. Arxiv hujjatlarini yig'ing. Javob qoniqtirmasa yuqori organlarga murojaat qiling. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Agar sizda ham pensiya indeksatsiyasi, kam to'lov, qayta hisob kitob yoki qaytarilgan pullar bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Qaysi hududdan siz, muammo nimada bo'ldi? Pul qaytarildimi yoki yo'qmi? Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot biror onaxon yoki otaxonning o'z haqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.